Lutfi, Edward va Senfordda XP'dagi eng zo'r makro o'yinlarini ko'rib chiqdim va uni sizlarga hozir aytib beraman. Bugungi darsimizning ichida mana shular bo'ladi. Qanday to'g'ri draft qilish, counter picklar, XP lane o'yindagi hamma majburiyatlari, draft, nachalda mid game va late game'dagi liniyada birga bir yutqizmaslik, late game'ni oldin to'g'ri o'ynashlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda giroylarning turlarini tushunib olish kerak. Asosan tank, uron va kontrol. Xo'p, unda sizlar bilan draftdan boshlaymiz. XP'lar asosan ikkiga bo'linadi. Katta uron beradigan va tankovkali. Hozir vaziyatga qarab qaysi birini olish kerakligini ko'rib chiqamiz. Agarda sizlarni Les bilan Roam jir giroy olgan bo'lsa, sizlar uronli giroy pik qilinglar. Masalan, Benedetta, Ginevra va Arlot. Agarda sizlarda tank bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar tank olinglar. Uranus, Alisa yoki Terizlarga o'xshagan. Agarda sizlarning komandada bitta dona tank bo'ladigan bo'lsa, sizlar hech qachon XP ga uron beradigan giroy olmanglar. Agarda sizlarda shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, sizlar tank yokida tank va uronli giroy olinglar. Misol uchun Chong, Lapu va Chichi. Endi sizlar bilan XP ga olinadigan giroy turlarini gaplashamiz. Agarda sizlar qanaqa qilib giroy tanlashni biladigan bo'lsanglar, sizlar tanlaydigan giroy komandalardagi eng muhimlardan bittasi bo'ladi. Agarda qaysidir meta giroy ban bo'lmay qoladigan bo'lsa, sizlar uni birinchi pikka olib olishinglar kerak.